Sizlar ham hayron bo'lasizlarmi bu narsalar nimaga deb? Germaniyada maktab o'quvchisi desa ham mayli, lekin bog'cha yoshidagi bog'cha bolalariga nachovkaga nima bor deysizlarmi? Ha, sizlar to'g'ri eshitdinglar. Germaniyada kindergarten Übernachtung, ya'ni bog'cha bo'ladi, maktab bo'ladimi, farzandingiz u joyda yotib qolish, ya'ni tunab qolinadi. O'shanga men ham bugun matraslarini, pastellarini, hamma narsalarini yig'ishtirishga kirishib ketdim. Bu narsa nima uchun kerak deb o'ylayotgan bo'lishingiz aniq. Bu albatta nemislarning strategiyasi bo'lib, bolalar ilk marotaba ota-onalarsiz bir kechani o'tkazib ko'rishadi. Bu ularga o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi, mustaqil qaror qabul qilishni o'rganishadi, o'zini narsalarga qarash, o'zini tartibda tutishni o'rganadi. Bu xuddi o'zimizning onalarimiz farzandlarini armiyaga 1 oylik yo 1 yillikka jo'natganni mini ko'rinishi bo'lib o'tadi. Für euch, ihr habt mir jetzt überwiegend freigehalten, das ist nicht selbstverständlich und ich freue mich sehr, dass wir diesen Abend heute hier gestalten können. Nemislarning bu strategiyasiga siz qanaqa reaksiya bildirgan bo'lardingiz? Farzandlaringiz bog'chasida bog'cha opalari va do'stlari bilan tunni birga o'tkazishiga bog'cha opalariga farzandingiz ishonib topshirgan bo'larmidingiz? O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring.